G'olibbek hozirgi paytda iste'molchilarda eng katta muammolardan biri bu to'lov qilib qo'yadi, tovari kech chiqadi. Xo'p, tovari sinib boradi, ya'ni noto'g'ri yuklash bo'ladi. Narxlar har xil bo'ladi. Bunga qanday yechim bera oladi Premium Solar? Xo'p, Premium Solar kompaniyasi faqat nalichida bo'lgan tovarlar sotadi. Agar bizlar bilan ishlamagan ustanoshliklar bo'lsa, yangi ustanoshliklar bo'lsa, menejerimiz bilan narxini kelishadi, mashinasini yuboradi. Yuklaganimizdan keyin bemalol to'lov qilib mahsulot olib ketsa bo'ladi. Kafolatlarimiz 12 yil texnik kafolat beramiz. 30 yil samarador ishlashiga kafolat beriladi. Servis xizmatlarimizga to'xtaladigan bo'lsak, maxsus poddom buziladigan bo'lsa, poddomni maxsus qotirgichlar bilan yuk chiqaradigan mas'ul shaxslar qotirgichlar bilan qotirib, yuklarni yuklab berishadi. G'olibbek nalichi deyapsiz. O'zi qanaqa panellaringiz bor nalichida? Premium Solar kompaniyasida Era Solar, Longi Haymo X10, Jinko panellari, Astro Energy panellari, yuqori sifatli Ja Solar panellari. Demak, Premium Solar'da narx jihatdan, servis jihatdan, tovar jihatdan hech qanaqa muammo yo'q, hech to'g'rimi? qanaqa muammo yo'q biz tarafdan. Mijozda muammo bo'lmasa bo'ldi. Premium Solar kompaniyasi bilan birga hamkorlikda ishlamoqchi bo'lgan usta akalar, pastda raqamlarni qoldiramiz, murojaat qilsanglar, menejerlarimiz to'liq ma'lumot berishadi.